Keyin men bir xabarda eshitib, nimada aytishlikni lozim tutdim. Chunki birinchidan ko'p jamoat to'planadi, ikkinchidan oila boshliqlari va hokazo va hokazo. U nima desalaring, 1-fevraldan 1-martgacha yoshlar orasida giyohvandchilikka qarshi kurash oyi deb e'lon qilingan. Bu o'zi asli biz burchimiz, vazifamiz. Faqat organ sohasini yo shu sohada ishlaydigan mutasaddi faqat shu xodimlarning ishi emas-ku bu. Bu hammamiz birinchidan burchimiz, ishimiz birinchi o'rinda. Ikkinchidan faqat bu bir oy endi jiddiy har xil oylar e'lon qilinadi-yu, har xil yillar e'lon qilingandek. Bu oy shunda e'lon qildi, bu degani bir oy to'xtab qoldi degani emas-da bu. Nima demoqchiman? O'zimizni hissamizni qo'shish. Birinchi o'rinda o'zimiz namuna bo'lib, biz o'zimiz kattalar giyohvand bo'lmasligimiz kerak. Biz giyohvand bo'lmaganimizdan keyin ikki xil ma'noda yoshlarimiz giyohvand bo'lmaydi. Bittasi qo'rqadi. Dada, opa-dada, tog'a, amaki, aka o'zi giyohvand bo'lmasa, jiyani, nabirasi, o'g'li, ukasi qo'rqadi. Birinchisi, ikkinchisi qush iynida ko'rganini qiladi. Shu ma'noda ham bo'lmaydi. Yoshlar agar biz giyohvand bo'lmasak, yoshlar shu ishni qilmaydi. Achinarlisi, mana internetlarda chiqyapti. Hatto bir joyda o'qiydigan 22 yoshdimi-kin, yoshi esimdan chiqib qoldi, yo 20 yoshmi? Institutda o'qishar ekan. Talabalar, ximiklar. Ximik ekan, qarang. Vaholanki ximiya bilan qandoq xalq uchun yaxshi ishlarni qilsa bo'lar edi, lekin ular bir qiz bilan bir bola o'sha sintetik ximikatlardan giyohvand moddalarni tayyorlab tarqatishar ekan. Shu yurtni bolasi. Va uni sotadiganlar ham talabalar chiqqan. Bitta talaba deyilganda yosh e'tibor berib qo'yinglar. Ikkinchisi talaba bola-ya. Shetiga ham e'tibor berib qo'yishlar. Shuning uchun mahallalarda bu narsalarga tish tirnog'imiz bilan kurashmasak, bir yoqadan bosh chiqarmasak, bu siyosatga. Bu siyosatda faqat qo'llab-quvvatlash emas, faqat turib yaxshi ish bo'lib deyish emas, o'zimizni hissamizni qo'shishimiz kerak bu siyosatlarga. Hissamizni qo'shish nima bilan? Birinchi, bir ulug' zotda gaplari bor edi. Men butun bir davlat isib ketib qolsa sovutib qo'yayman, lekin o'zimni uyimni sovuta olaman degan ekanlar-da. Men buni Yorqinjon rahmatlik do'stimdan eshitgan edim. Bir olim zotni gaplarini shundan misol qilib aytgan ekanlar. Bu nima degani desa, to'g'ri, bitta xalqni o'nab qo'ya olmaymiz. Lekin akamiz bor, o'zimiz bor, ukamiz bor, singlimiz bor, ammamiz bor, xolamiz bor, jiyanimiz bor-a. Shularni e'tiboriga olsak bor-u, tasavvur qiling, hozir chetda 5000 odam juma o'qiyotgan bo'lsa, boringani o'ldim deganda 4900 ta xonadon egasi o'tiribdi shu joyda. 100 tasi bir xonadondan o'g'il bilan dada kirgan bo'lsa deylik, 4900 ta xonadonni sheplari o'tiribmiz shu joyda. Shuning uchun men aytayapman, ogohlik davr talabi nima bu? Bolalarda boru tarbiyasini boltini burrab qatiraylik. Urib bas, nazorat. Tarbiya qo'pollik bilan, xunuklik bilan berilmaydi. Hujum iltimos qilgan bo'lardim, shu oqilona bir biz o'zimiz uchun, xalq uchun, kelajak uchun foydali bo'lgan shunaqangi qarorlar bor, shunaqangi siyosatlarimiz bor. Shularga o'zimiz hissamizni qo'shaylik-da. Ketayotgan kemami hech bo'lmasa orqasidan itarishga yordam beraylik. Bo'lmasa oldida turib to'smaylik. Yo foydamiz tegsin, yo zararimiz tegmasin. Ikkovini ham tanlash kerak.